Assalomu alaykum televizor oldidagi aziz ko'ruvchilar. Assalomu alaykum avtonom rayonimizning har qaysi joylaridagi ma'rifimizning taraqqiyoti uchun un-tinsiz to'p qo'shayotgan mehnatkash bag'vallar. Shunaqla avtonom rayonimizning sijil taraqqiyoti uchun o'zlarining barlig'ini bag'ishlagan tövbkor fan tadqiqot xodimlari. Avtonom rayonimiz tibbiy ilmning taraqqiyoti uchun ajr qilayotgan hayotlikni qo'g'dag'uvchi parvishkor tibbiy xodimlar. Hammanglarning ro'za yetinglarga muborak bo'lsin. Ko'rman do'stlar. Avtonom rayonimizning ekologik muhitni qo'g'dash ham yaxshilash qurilishi Shinjongdagi har millat xalqiga baxt yaratadigan xalq turmush qurilishi. Bo'libmi Tarim daryosi tuvan yaqinida yuz bergan ekologik o'zgarishlar Tarim vodisidagi har bir kishining jonijon manfaatiga munosabatlik muhim masala. Undaqda yaqinda Tarim daryosining tuvangi yaqinida qanday o'zgarishlar yuz berdi? Qani birlikda ko'rib boqaylik. Tarim daryosi dunyodagi ikkinchi cho'ng qumliq taklamakanning o'tirisida sirliq mo'jizlarga jo'r bo'lib oqmoqda. Hürmetlik televizor ko'ruvchilar, men turayotgan bu joy Tarim daryosining tuvangi yaqinidagi Arg'an kenti suv bo'ligi. Bir qancha yillardan buyon davlat va avtonom rayonimiz Tarim daryosining tuvangi yaqinidagi ekologik muhitni yaxshilashga alohida ahamiyat berib, Tarim daryosining tuvangi yaqiniga bir qancha qatim suv quyib berdi. Buning natijasida daryoning atrofidagi to'g'roq ham yeshil yepinchi o'simliklar qaytadan yashardi. Tarim daryosi asrlardan buyon yeshil bo'stonliqlarni barpo qilib, bizga hayotlik baxsh etib kelayotgan bir ona daryo. Bu ona daryodan suv ichib yashnagan to'g'roqlar taklamakan qumliqining bo'stonliqlarga hujum qilishini to'sib turgan haqiqiy qumliq qarovulga aylangan edi. Mana endi bu qovul mazmun to'g'roqlar qaytadan hayotiy kuchga to'ldi. Qaytadan paydo bo'lgan go'zal manzara Tarim daryosi tuvan yaqinining ekologik muhitini qo'g'dash va yaxshilash uchun izlanayotgan nurg'un tadqiqotchilarni jalb qildi. Qarab bakinglar, bu 2062 to'g'roq. Men deb o'tdim, jami 5000 to'g'roq mishada tadqiq qilindi yoki ko'rsatildi deb. Bu 2062 to'g'roqning 2005-yildagi soliq ma'lumotini aytdi. Aniq bizda bor. Shu vaqtda bu to'g'roqning sirtqi qiyofati qarab baksanlar, umuman o'lgan to'g'roq. Biz bunu o'lgan to'g'roq qatoriga kirgizgan. Lekin bu shu o'lgan to'g'roqni biz zodi o'zimizning tadqiqot obyektiv shaklda zodi shu o'lchandiq o'lchmandiqda shu vaqtda biz azroq ikkilanganimiz hozir amaliyotdan isbotlandi. Qarab bakinglar, mana bu shaxlarga. Bu shax meningcha hozir shaxning taraqqiyotga qaraydigan bo'lsak, bularning umuman mush yaqinqi 3-4 yildan keyin mush suv quyib etilganidan keyin suv paydin-pay to'g'roqning yiltizi tarafidan shumirilib mush yiltiz burutchilar orqali mush shaxlari paydin-pay o'sib chiqqan. Endi bu to'g'roqni biz o'lgan to'g'roq demaymiz. Şinjan Universiteti Baylık ve Muhit Institutu'nun profesörü Ümit Xaliq Germaniyadan kelgan tadqiqotchilar bilan birlikda Tarim daryosi ekologisini texmi yaxshilash uchun yangi bir tadqiqot turi Sumariyo, ya'ni Tarim daryosi bo'yidagi tabiiy bo'stonliqlarning sijil taraqqiyoti va ilmiy boshqarilishi haqidagi tadqiqotini boshladi. Bu tadqiqot turiga Germaniya hukumati 70 million yuan mablag' solishni planlagan bo'lib, 2011-yil 3-oyda boshlangan edi. Ja, grundsätzlich ist es so, dass das
Yer şari klimatının özgürüş neticesinde qurg'oq rayonlarning ekologik meselesi, bo'libmi suv boyligidan unumli sijil foydalanish meselesi paydin-pay bütün dünyanın diqqat e'tiborini qo'zg'adi. Germaniya muhit qo'g'dash eng yuqori davlat bo'lish sifati bilan O'rta Osiyo rayoni bo'libmi Tarim daryosining ekologik muhitini yaxshilashga kuch qo'shish majburiyati bor deb qaradi. Germaniya va Jungo ikki davlat fan-texnika hamkorligining 30 yillik xotirasi munosabati bilan Sumariyu hamkorlik tadqiqot turini yo'lga qo'ydi. 5 yil davomlashadigan Sumariyo tadqiqot turi cho'ng nuqtadan epetqanda Tarim daryo vodisidagi bo'stonliqlarning sijil taraqqiyoti va tabiiy boyliqlaridan unumli ilmiy foydalanish uchun qaratmalik chora tadbirlarni o'tirg'a qo'yishni maqsad qilgan bo'lib, suv boyligi, yer boyligi, o'rmonchilik, dehqonchilik, shahar qurilishi, ekologiya va tabiatni qo'g'dash orqali ko'p taraflama tadqiq qilib, Tarim daryo vodisining ekologiyasini ilmiy asos bilan ta'minlaydi. Jungo ve Germaniya fan tadqiqot o'rinlari ham oliy maktablarning tadqiqotchilari birlikda hamkorlashib, astoydil tekshirish orqali ekologik muhitni yaxshilashga doir yangi izdinish va bayqashlarga ega bo'ldi. Masalan, qarab bakadigan bo'lsak, bu yerda qo'zoqlarni umuman so'ysak butunlay qurut bor. Bu qurut hozir yozliq uy qoldida. Bu qurutning hayot vaqti 4-oyning 10-dan 5-oyning 10-gacha bir oy ichida. Bu shu vaqtida lichenkisi qaytadan tirilib bütün to'g'roqning yopirmoqlarini yeydi. Maqranlar mana shu yopirmoqning zarbisiga uchragan to'g'roqning alomatlari. Mush qurut ma to'g'roqning yopirmoqlarini umuman yeb ketgan. Bu yil anglasam bu Arg'andagi to'g'roq maziyandash va qurtning ta'siriga ancha ko'p uchirmabdimish. Lekin uchirmasmi yana bir deb qilgan gap, mana pastga qarab baqadigan bo'lsak, qaranglar, mana xuddi zig'ir yoki kunjitak mal yerga qar to'kilib ketgan. Hamda bu mush qurut yopirmoqni yeb chiqargan ajratmasi. Bu bir qatim rasmiy to'yib olgandan keyin, andikin bu 5-oyning 10'i bo'lganda uyqu oldi kirib ketib butunlay o'lmaydi. Shunlashqa biz o'zimizning taraqqiyotda to'g'ri ikkinchi qatim yopirmoq chiqirdi degan bir bayqashni, nazariya emas, bayqashni o'tirib qo'ydi. Qattiq mutaxassislar bilan qo'shildi. To'g'roqlarning qurib ketishiga bu turlik ziyandash hasharotlardan boshqa muhimi ekologik muhitning o'zgarishi ham insonlarning istiqiylik faoliyati sababchi bo'lgan. Bo'libmi Tarim daryosining o'tir eqinida uzun mezgillik tartibsiz bo'z yer ichish va qalaymaqon suv ishlatish, daryo suv eqinlarini ilmiy boshqarmaslik sababli Tarim daryosining tuvan eqiniga suv kelolmadi. 1972 yildan boshlab Tarim daryo tuvan eqinidagi 363 kilometr uzunlikdagi daryo eqini uzun muddatlik uzilib qoldi. Lopnur ko'li, Tetima ko'li orqa-orqadan qurib ketdi. Bunun bilan G'ul eqinining ikki tarafidagi to'g'roqlar keng ko'lamda qurib, ba'zi kentlar suv kamchil bo'lish sababidan xarobalikqa aylandi. Ümit müəllim, siz bizga hozir biz turayotgan bu joyning ahvolini qisqacha tunishtirib beramiz. Bo'ldi, endi biz hozir Chaqiliq nayisiga qarashliq Yangisu kentining Koni Yangisu mahallasi turatimiz. Biz oldidan bu o'rinni tushuntirishdan burun g'arb tarafdagi mahallaga nazar tashlab boqaylik. Endi bu mahalla asli ismi Koni Yangisu, Yangisu mahallasi. Lekin bu 70-yili o Tarim daryosining yuqoriqimdagi Tashko'l suv ombiri qurilgandan keyin suvning hammasi shu dehqonchilik uchun tutib qilingandan keyin tuvan iqlimga suv qolmay bu Koni Tarim daryosi butunlay qurib ketgan. Qurib ketgandan keyin 71-72 yili bu yerda yashayotgan aholi shu o'rindan butunlay ko'chib ketgan. Ko'chib ketishdan burun suvda azish yuz bergan. Buni qanday isbotlaymiz degan vaqtda mana liniyasiman bir erq qaranglar. Tuvallab ketgan Tarim daryosining suvi chaqpilak orqali shu eriqqa urib chiqarilgan. Andikin bu eriq suvni mahalla ichiga boshlagan. Endi men 2004-yildan beri bu yerda tadqiqot qildim. Har qatim bir yilda bir ikki qatim kelib turman bu yerga. Lekin mening tunji qatim 2004-yildan bu yangi tunji qatim Koni Tarim daryosida mana mushunchalik ko'p suvning eqiyotganligini tunji ko'rishim.
hech kimning o'zi tug'ilib o'sgan yurt makonini tashlab, o'zini cho'ng qilgan bu ona daryodan ayrilishga ko'zi qiymaydi albatta. Ammo bu rahimsiz reallik edi. Mana bu xarobalikka aylangan koni yangi suv mahallasida to'g'riq tarixning guvohchisi sifatida qad ko'tarib turadi. Lekin bu yerdagi to'g'riqlarmi rahimsiz qismatning ajallik zarbasidan qutula olmadi. Qarang, bu dunyodagi eng uzun xish yo'l bo'lib, 2002-yili Shanxay dunyo Guinness rekordiga kirgizilgan. Bu yo'lning umumiy uzunligi 102 kilometr keladi. 1966-yildan boshlab yasalib, 1971-yili bitgan. Bu yo'lga jami 6 million 200 ming parcha xish ishlatilgan. Bunchavala ko'p xishni yasash uchun qanchalik to'g'riqlarning ko'ydirilganligini faraz qilib boqayli. Mana müşnüng o'xshash Tarım daryosining tuanki iqinda arqa-arqin yuz bergan bu fojialarga qarata 2001-yili partiya markaziy komiteti va Go'yan Tarım daryosini universal tuzash qurilishini yo'lga qo'ydi. Yıldan başlap, devletimiz Tarım daryosini qo'g'dash qurilishiga 10 milliard 700 million yuan mablag' solgan. Uzun mezgil tuzitish orqali Tarım daryosining suv inshooti qurilishi o'zgartirilib, suvdan unumli foydalanish zo'r darajada olg'a surilib, umumiy iqtisod qilingan suv 26 million kub metrga yetgan bo'lsa-mu, suvning ichki jihatdagi boshqarishi yaxshi bo'lmaganlikdan yanala qalaymaqan bo'z yer ichish, mo'lchardan tashqari suv ishlatish qatorliq sabablar tufayli ekologik tangponlikqa ta'sir etib, 2009-yil yana taxminan 1100 kilometr keladigan iqinda suv uzilib qolgan. Bu masalani tubdan hal qilish uchun 2010-yili Avtonom rayonlik Partikom xalq hukumati Xinjiang xizmati suhbat yig'inining ro'yini izchillashtirib, 9 milliard 325 million yuan mablag' ajratib, muvaffaqiyatli holda 11-qatimliq cho'ng ko'lamlik suv quyib berishni amalga oshirdi. Bunun bilan tuanki iqin daryo yo'lining 30 yilga yaqin suv manbasi uzilib qilish holatiga xotima berildi. Uzun mezgildan buyon bu daryoning iqiniga suv kelmay, bu daryo qurib ketgan ekan. Endi bu yil bu yerga suv keldi. Biz mushu daryoning iqin siziqchilaridan bu yerga intayin ulug' suvning kelganligini ko'rib olaymiz. Bir qancha kundan buyon bu suvlar tadrijiy to'g'riqlarga singib kirib, daryoning suv yuzi barbara tuvalligan. Bu yıl Tarım daryosida 1988-yildan buyon tunji qatim yil bo'yi uzilmay suv oqdi. Kelkun suydan boshqa hech qanday suv tegmay qog'ijirgan bu to'g'riqlar daryo suyidan qong'idek ishdi. 2010-yili 5-oydan 2011-yili 5-oygacha Tarım daryosining tuvanki iqinidagi choradan uda quyib berilgan suv 1 milliard 223 million kub metrga yetib, Tetima ko'ligacha chiqdi. Mana hozir 12-qatimliq suv quyib berish boshlandi. Hamda bu yerda hozir ko'rib turibsizlar, ikki iqima ma daryoda aslida suv yo'q, shunami? Yo'q etilgan. Ma daryoda suv bor. Hamda hozir bu nimani bundan bishorat berdi degan vaqtida Tarım daryosining tuvan iqimda ikki tarmoq suv yetkazuvchi yo'l bor. Birisi ma sharqdagi yo'l bu Chivinko'l daryosi deb ataldi. Ma suv eqiyotgani hozir Koni Tarım daryosi deb ataldi. Endi maz suning biz 2 kundan burun egalgan ma'lumotimiz qarag'an vaqtda Tarım daryo boshqaruvchi idorasi mayoqqa yana suv quyib o'tishni qaror qilibdi. Suv boshlanibdi hozir. Endi demak o'g'imiz mayoqdan suv kelsa daryoga suv ko'paydi. Ko'paygandan keyin a quvuqni cho'ng astimiz suv yana azroq eshib qolgan bo'lg'achqa ma to'g'roq taraf quyatmoqchi agar suv bak chiqib ketib qolsa. Qo'shdaryo yo'li bo'yicha suv yetkazish Tarım daryo tuvan iqinining suv qabul qilish ko'lamini kengaytib, tuvanki iqindagi o'simlik yepinchisini asliga keltirishda muhim rol o'ynaydi. Ko'rayotganinglar bu Tarım daryosi oyoq iqimining yoki tuvan iqimining o'simlik yepinchisinin o'zgarish ahvol xaritasi. Endi buningda o'xshamagan ranglar bor, masalan, yeshil ranglar, qizil ranglar, ko'k rang yoki liniyasi bilan olatlar. Buningda qizil rangliga qaraylik, masalan, o'simlikning asliga kelgan rayini. Umuman, yani mushu o'rinda suv quyayotgandan keyin qizil ko'lamning doirasi payinpay cho'ngib qoldi. Buningdan biz mushu suv quyayotganlikning belgilik ekologik unumning borligini
ko'rib olamiz. Bu yerdagi to'g'raqlarning har biriga birdan nomer taxtasi o'rnatilgan. Qaraydigan bo'lsak, mana bu to'g'raqningki nomeri 370-nomerlikka. Mana shuningga o'xshash nomer qo'yilgan to'g'raqdan bu yerda 4999 tip bor. Mundaqcha aytganda, bu nomer taxtasi mush to'g'raqlarning kimligi hisoblandi. Tarım-Daryo vodisidagi to'g'raqliq davlatimizdagi ko'lami eng cho'ng, eng qadimiy ibtidoiy to'g'raqliq. To'g'raqning hayotiy kuchi intayin zo'r bo'lib, kuchli qumronga bosh egmay qad ko'tarib, qumliq qarovuli sifatida bo'stonliqlarni qo'g'daydi. Shunga to'g'raqlarning hayotiy kuchini o'lchash orqali tarim bo'stonligining ekologiyasini yaxshilashni nishon qilgan tadqiqotchilar bu yerdagi har bir to'g'raqqa ko'ngil bo'ldi. Sizlar hozir bu yerda nimani o'lchadinglar? Bizning hozir o'lchayotgan daraxt paraqsining diametrini o'lchayapmiz. Bushda o'lchash orqali qanday maqsadga yetmoqchi? Endi 2005-yil bu daraxt bir qatim o'lchanib bo'lgan. Endi bu yil daraxt egizligi, g'ol diametri, paraqsining diametri, o'xshash parametrlarni yana bir qatim o'lchab, mushu 5 yil ichida mush o'xshash parametrlarda qanchalik o'zgarish bo'lganligini bilmoqchi. Hozir daraxtningki uchig'i hozir daraxtning uchig'i ko'rsatqay. 15 metr yiroqlik o'rindan o'lchash asbobining ko'rsatishi daraxtning egizligi 9 metr 90 santimetr. G'ol diametri 45 ta 7. G'ol diametri 45 ta 7. siz mushu xotirlashga qatnashayotgan qanchalik vaqt bo'ldi? Menga 2 yil bo'ldi. Endi sizningki farzingizcha mush jarayonda o'zgarish bo'ldimi, qanday? Menimcha o'zgarish bo'ldi. Bu xotirlagan selishtirim jadvaldan qarab beqish bo'ldiki, burunqi sonliq ma'lumotlar bilan hozirgisini selishtirib baqsaq, daryoning ichki tarafida daraxtlar asosan buk paraqsanlash darajasi 10%, 5%, 15%. Bu intayin yaxshi avval bo'ldi. Menimcha suv kelgandan keyin intayin yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Yoz kunlari qum barxanlari bilan giralishib ketgan bu to'g'raqlikning kunduzlik temperaturasi 40 Selsiya gradusdan eshib ketadi. Yer yuzining temperaturasi 60-70 Selsiya gradusga yetadi. Tadqiqotchilar kunduzi to'g'raqlarni o'lchab, erib charchig'iniga qaramay, kechda yana tadqiqotini davomlashtiradi. Pishg'irim issiq, boran chapqun, ichadigan suvning qis bo'lishi qatorliq jafoliq sharoit, Tarim vodisining ekologik muhitini yaxshilashga o'zini beg'ishlagan fidokorlarning irodasidan bo'shashtirolmaydi. Yuksak mas'uliyat tuyg'usi va buruch ularni davomli izlanishga, tadqiq qilishga da'vat qildi. Tuproqdan o'lgilishdagi maqsad nima? Tuproqning o'lgalishimizning asosiy sababi o'xshamagan qavatlarda tuproqning namligi o'xshashmaydi. Endi to'g'raq yildizi orqali shu tuproq tarkibidagi suvni shumirdigan bo'lgandan keyin tuproqning namligi zodi to'g'raqning ashi talabiga, suv talabiga uygunmi, uygun emasmi shuni biz olgan tuproq ulgularimizni o'xshamagan holatda qachilab, tajribaxonaga olib borib, buni orqali kimiyalik analizlardan uning namligi, danachilarning cho'ng kishikligi, tuproq temperaturasi, onun başqa tuproqning to'q o'tkazishchanlik qatorliq o'xshamagan parametrlarni o'lchash orqali shu tuproqning to'g'raqqa suv yetkazib berish iqtidorini yuqoritganligini aniqlab chiqamiz. Bu yerda ko'rib chiqqan. Agar bunaq tilimiz bilan sinab baqadigan bo'lsak, mana shu bir xil tuz sho'rning borligini his qila olamiz. Tuzlikmi? Sinab baqinga bo'lmasa birini ilib. Aq yerdan. Sho'r o'rlab turibdi, bu yerdan tetib baqaylik uni. Tuz dedigan. Bu nayta addiy bir davliya umuman biz yeziklik rayonlarda sug'urish paketidan ishib ketsa, suv singib, andikin yerning astidagi sho'rni yerning ustiga ishtirdi, shuning bilan sho'rlashish yuz berdi. Shuning o'xshashligi narsa. Hozir yer suyuning o'rni yo'qolib ketgan sira tuproq tarkibidagi sho'rni yerning ustiga o'rlatib chiqqan. Tarim daryosi tuvanki iqlimning ekologik muhitining yaxshilanishida daryoga suv kelish bilan bir vaqtda tadqiqotchilarimizning ilmiy usulda suv ta'minlashga qarata unumli ko'rsatmalarni berganligi muhim rol o'ynadi. Umidkor, siz izchil turda shu Tarim daryosining ekologik muhitini tuzash tadqiqoti bilan shug'ullanib keldingiz. Endi sizningcha shu bir necha yil jarayonida siz eng xushal bo'lgan natijalar qaysi bo'ldi?
Ben 2004 yıldan beri tarımın tüvenli kımında arğanını bazı kıp durup 7 yıldak vaqt oldu. Hem de bu arğanı su kemi demez keldi. Lekin muşunun dek 7. ayının ahırı 8. ayının 5'ide men muşunçilik derecede su kegini benim için tuncu gıtım kırışım. Hem de su bolsa etraftaki tabii muhit yaxşılındı. Körüp turupsizlar mesela to'g'ri qaraydigan bo'lsak asti umuman qurib ketganlik ahvol ustida ko'klab chiqqan yoki yangidan hosil bo'lgan daraxt baraqsini ko'rib turibsizlar. Mana bunga qarab turgan bo'lsak, mana bu 100% men ayta olaman, bug'uning izi. Mana bug'uning izi bor ekan, mana qaranglar. Men tunogin mana bug'uning mangan izi bor ekan. Tunogin o'quvchilarim bilan Madaryadan yana 500 metr ustida 6 bug'uni birla o'rinda ko'rib qoldik. Hamda bu bug'uning mana shu Arg'an tavasida daryoning bo'yida suv ishkil kelganligini tunji ko'rib qatim ko'rishim. Nimadan bisharat turdi deganda hamda hukumat Tarim daryosining tufan iqimini tizginlash uchun sağan 10 milyard 700 milyon mablag' barbara bu ekologik mablag'ning unumi bir kun 2 kunda 1 yil 2 yilda ko'rilgan narsa emas. Paydan pay ko'rilib o'tibdi. Tarım daryosi tuvanki iqimning qaytadan bo'stonliqqa aylanishi bilan bu yer yana boshqadan nurg'unlagan hayvonlarning illiq makoniga aylandi. To'g'ri qam yulg'unlarning orasidan morilab yuradigan to'shqonlarni har vaqt uchratqili bo'ladigan bo'ldi. Hamda mana bu yerda tuproqning namligi 10,6%. Masalan, bay 80%da faqat namlik yo'q, 0. Hozir 65 santimetrda, yer yuzining 65 santimetridagida tuproq namligi 10,6. Mana shunday barliqini atagan professor Umid Xoliq yangi bir avlod izbosarlarni tarbiyalashga ko'ngil bo'lmoqda. Hamda mening uzun muddat Germaniya bilan qatnashishim ko'proq bo'lg'achqa, bularga bir fursat yaratib mumkin ba o'rtaq ishlayotgan tadqiqot turining mazmuni yoki doirasi ichida bularga bir sharoit yaratib mumkin ba Germaniyaga chiqib o'qish fursatiga ega qilish xiyolim bor endi. Buning ba'zan ishlari amallashdi. Masalan, yaqinda shu o'quvchimiz Germaniyaga mangdi. Musharqliq planning bilim doirasini, bilimni cho'nqurlashtirish, nazar doirasini kengaytirish, o'sha bir fursatga erishtirish asosli. Mana koni ko'rikdan o'tib 100 metr 200, 300, 400, 500. Şinjan Universiteti Bayliq va Muhit ilmiy institutining professori, Germaniya Eichstätt Universitetining taklifli professori, Avtonom rayonlik bo'stonliq ekologiyasi nuqtaliq tajribaxonasining tayanch tadqiqotchisi, Avtonom rayonlik yosh fan texnika xodimlari ilmiy jamiyatining boshlig'i, ekologiya ilmi bo'yicha postdoktor Umid Xoliq 1966-yili Aqsu viloyatining Avvat noyasida tug'ilgan. 1987-yili Şinjan Universitetining jo'g'rofiya kasbini bitirib, 1990-yili Qurg'oq rayonlarning biologiyalik boyliqni qo'g'dash kasbi bo'yicha Uyg'urlardan tunji bo'lib magistr unvoniga erishgan. 2002-yili Berlin Fan texnika universitetining muhit planlash va boshqarish institutida doktorlik tadqiqoti bilan shug'ullangan. U tamomlagan Qurg'oq rayonlarda shahar ko'karitishning ekologiyalik asoslari, Tarım uymanlıqdaki bo'stonliq shaharlari misolida nomli cho'ng hajmdagi asari Germaniyada nashr qilinib, Şinjan haqidagi tadqiqotlarda asosli qurol kitob rolini o'ynagan. Umid Xoliq Jungo Germaniya ikki davlatning oliy maktablar aro hamkorligini kuchaytirish ham ixtisosliklarni tarbiyalashda tuhfasi alayda bo'lganligi uchun Germaniya xalqaro ilm-fan almashtirish markazining Şinjandagi alayda vakili qilib tayinlangan. Siz izchil turda shu o'quvchilarni tarbiyalab, avtonom rayonimizning shu ekologik muhitini yaxshilashga nurg'un to'k bilan qo'shib keldingiz. Endi buningdan keyingi tadqiqot yuzlanishingiz, tadqiqot planingiz qaysi bo'ldi? Bundan keyin men yana shahar masalasini, shahardagi ekologik masalalarni tadqiq qilishga yuzlanmoqchi. Mening Germaniyada doktorlik tadqiqotim mush yo'nalishda bo'lgan. Qandaq vaqtida az pul xarjlab texnik ko'p ijtimoiy, iqtisodiy, ekologik unumga erishgili bo'ldi deganga o'xshash masalaga yuzlanmoqchi. Buning bir bizning qiziqishi. Avtonom rayonimizning ekologik muhitining uzoq mazgillik sijil taraqqiyoti uchun ulug'vor planlarni nishonlagan professor Umid Xoliq Tarim daryosi tuvan iqlimidagi bu o'zgarishlardan xushalnorlik o'zgarishlarning avlodma-avlod davomlashishini umid qiladi. Chunki Tarim daryosining ekologik muhitini qo'g'dash ham yaxshilash Tarim vodisidagi har bir aylanning muqaddas burchi edi.
Şu Tarım Deryası'nın ekologik muhitini qoğdaş, avtonom rayonimizning buningdan keyingi taraqqiyoti, bu ijtimoiy iqtisod taraqqiyotida intayin cho'ng muhim rol o'ynaydi. Albatta sijil taraqqiyot degan so'z 3 qism mazmunni o'z ichiga oldi. Birisi iqtisod, tez suratda eshish, ikkinchisi jamiyat muqim bo'lish, ijtimoiy unum, uchinchisi ekologik unum, ekologik muhit cho'qim yaxshi bo'lish. Birisi kam bo'lsa bo'lmaydi. Agar Shinjongning hozir o'tirishi taraqqiyotini aytdingiz, 17% bilan taraqqiyot yillik ishlab chiqarish milliy daromad qiymati deganimiz bilan ma Tarım Deryası'nın tuvanib qildiğimdek rayonlarda suv yetishmay, ekologik buzilish eg'irib ketsa, bu taraqqiyot sijillanmagan bo'lib qoladi. İqtisod, ijtimoiy va ekologik unum qaysidan birisi kam bo'lib qolsa bo'lmaydi sijil taraqqiyotga. Mushnaq bo'lganda biz bugun ko'rgan mush Tarım Deryasıga o'xshash suya alvak, haqiqatan bizning ona daryosimiz deb atishimizga mos kelgidek mush daryo tabiiy manzirini ko'ra olamiz. Mana shuning hammasi partiya hukumatning va har darajalik boshqarish tarmoqlarining shuningdek mushu makonda yashayotgan har millat xalqining o'rtaq ko'ngil bo'lishiga erishgandilar. Bizning buningdan keyingi taraqqiyotimiz cho'qim yaxshi bo'lib ketadi deb qarayman. Tarım daryo bo'yida andilib beq urib ko'kligan to'g'roq maysillari, daryo atrofidagi kichik ko'lchaklarga yig'ilgan zumratdak yaltiroq sular, susuzlikni qondirib qayta yashargan to'g'roqlar, bo'stonlikni kengaytirayotgan yulg'unlar birlashib, ona daryoning ismi jismiga loyiq hayvatlik go'zal manzarasini namoyon qilib, Tarım vodisida qaytadan hayotlik naqshini yaratdi. Tarım daryosi hayotlik daryosi. Uning bugungi yangi o'rkishi hammamizni xushal qiladi. Tarım daryosining uzilmas o'rkishi bo'lgandila, tarım vositadagi bo'stonliqlar texmi ko'klab yashnayalaydi. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, bugungi programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar mush yerda oxirlashdi. Keyingi hafta programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.